Hammaga salom. Bugun sizlar bilan obzorimda meni eng yaxshi ko'rgan firmalarimdan biri Biskolata. Ularni vaflisini yaxshi ko'ramiz. Buni nima bilan solishtirish mumkin? Bueno Kinder bilan solishtirsanglar bo'ladi. Agar Bueno Kinder yaxshi ko'rsangiz, значит sizlarga bu точно yoqishi kerak, menimcha. Endi ochib ko'ramiz. Men ko'pincha Turkiyada mana bunisini yeb yurardim o'qish paytida. Bunisini hazelnutligini yeb ko'rmaganman, yong'oqligini. Birga sizlar bilan ikkalasini ochib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Молочный shokolad bo'ladi, ikkita bo'ladi bunda. Mana. Bitta hazelnutligini ham olamiz. Ikkalasini ham ochib oldim. Ko'p vaqt olmasligi uchun endi yeb ko'ramiz. Bu mana shunaqa vafelni bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi buni yeb ko'ramiz. O'ng qo'limda yeyib. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkalasini ham ochib yeb ko'rdim. Mazasiga kelsak, buni ustida nejniy sloykasi bor. Vaflin sloykasi, ichida kremi, hazelnutda bu yong'oq ezmasi, shokolad bor, молочный shokolad. Mazasi aytganimdek, kim agar Bueno Kinder yaxshi ko'rsa, bemalol mana shuni olib yeyishligi mumkin. Narxi hamma magazinda har xil, chunki bu O'zbekistonning производствоsi emas, turk magazinlaridan olsanglar bo'ladi yoki bo'lmasam hamma narsa sotadigan magazinlardan olsanglar bo'ladi. Menga mazasi juda ham yoqadi. Tatib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Bu ham lekin o'zingizlarni xohishingizga qarab. Agar shunaqa obzorlar sizlarga yana kerak bo'lsa, albatta menga podpiska tashlab qo'yinglar. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha bay bay.